Assalomu alaykum. Leo Garden olma bog'ida salafan kiydirish ishlari bo'lyapti yosh ko'chatga. Va bu yosh ko'chatlarimizni mana anaqa dori sepiladi o'tlarga qarshi. Bu dori yosh ko'chatni kuydiradi. O'sha kuymasligi sababli katta ko'chatlarimizning ichiga yosh ko'chatlar nobud bo'lmasligi uchun salafan kiydirish ishlari bo'lyapti. 25-aprel Leo Garden olma bog'ida va bu katta olmalarimizning o'rtalarini to'ldirishimiz shart. Yetilgan tonnaga chiqishimiz uchun dalada daraxtlarimiz bir tekisda to'liq mana shu holatda ekilgan bo'lishi kerak. O'shanda prognoz aytilgan tonnaga yaqin boramiz. Bunaqa holatda hosil kamayib, aytilgan tonnadan ancha past bo'lib, tonnalarimiz orasida 30 tonna, 25 tonna beradigan joyda 20-15 tonna bo'lib, tonnani pasayib ketishi mana shularga sabab. O'shaning uchun yosh daraxtlarni обязательно har yili to'ldirib boramiz oralarini va uni kilyonka bilan zashita qilib, gerbisiddan himoyalash har yili bo'ladi. Leo Garden olma bog'i. Penkilidi navlaridamiz. Mana penkilidilarimizning holati kuzgi noyabrda pishadigan qizil rosa shirin olmalarimizdan chidamli. Xona haroratida salqin holatda podvallarda 5 oy, 4 oy indamasdan turadi xolodilniksiz. Mart aprel oylarigacha. Leo Garden penkilidi navlaridamiz.